Uzun HTML dersligi 39 qism HTML5dagi so'rab yetkash. So'rab yetkash drag va dropni o'z ichiga olgan bo'lib, HTML5 o'lchimining tarkibiy qismi hisoblanadi. So'rab yetkash ko'p qo'llanilgan alaylik bo'lib, bir elementni mouse orqali tutib turib so'rab yetkashni ko'rsatadi. So'rab yetkash obyekti har qanday bir element bo'laveradi. Biz bu uqumni tushunish uchun tövəndəki əmli misal qaraydigan bo'lsak, masalan bu misolda men rasmni ramkaning ichiga bunda so'rab yetkazishga bo'ladi. Va yoki men ikkinchi misol qaraydigan bo'lsak, avval bu meningki asli kodini ko'rsak, demak buningda bu CSS kod orqali men yerda ramkaga aniqlik berib o'tgandan keyin, men yerda bu drop orqali funksiya bilan drop va drag ikki element orqali buning aniqlik bergan. Andan keyin biz bu div orqali men yerda allow drop event, andan keyin drop event deb men yerda buning qarta ustidagi ish harakatidan keyin men yerda yurgizilganligiga aniqlik berdik. Demak, mushkul unumga erishdik. Men ikkinchi misol qaraydigan bo'lsak, masalan bu misolda ikki katakcha o'tirsida bu rasmni, logo rasmini biz bunda o'zaro yetkazib bo'ldi. Masalan, so'rab moyoq keldim. Yani bu so'rab joyiga keldim. Demak, mush ikki o'rinda mushta yetkazib ishlatishga bo'ldi. Buning asli kodini qaraydigan bo'lsak, buningdimi shu allow drop funksiyasi, ammo drag funksiyasi orqali bu yerda bu ikki div 1 deganimiz, ammo birinchi katakcha bo'lsa, div 2 deganimiz ikkinchi katakcha rasm. Bu yerda aniqlik berilgan mush orqali bu div 1 bilan div 2 o'tirsida o'zaro almashtirib so'rab yetkazishga bo'lganligiga aniqlik berilgan.